Shunaqa qilib ovqatlanib bo'lgandan keyin молодец zo'r kemanga yig'ishtirib yubordi. Yig'ishtirib yuvib bo'lgandan keyin axlatlarni to'kib kelgan turib, mana endi молодец bo'ling, bor ko'chalar aylab. Endi adasi kelgandan keyin maqtaysiz o'sha narsalarni aytib, молодец bo'ldi, bolangiz kelgandan keyin o'zi kiyimlarini osib qo'ydi, yechib, taxlab, yuz qo'llarini tozalab, yuvib chiqib, ovqatlarni hammasini yeb qo'ydi. Idishlarni yig'ishtirishgacha yordamlashib, axlatlarni ham to'kib keldi. Ko'chalarda ham o'ynab keldi adasi. Вообще zo'r bolamiz bor deb turib maqtaysiz. 2 marta, 3 marta mana shu narsani qilganingizdan keyin bolangiz maqtov eshitgandan keyin adasini oldida ideal inson obrazida maqtalgandan keyin yana maqtalish xohlaydimi? Уже keyinchalik o'zi yana shunaqa maqtashingiz uchun siz aytmasangiz ham sekin-sekinlik bilan qilishni boshlaydi. Birinchilardan bo'lib o'zingizdan boshlaysiz tarbiyalash yo'lisi. Tushunarli? Jahl ko'rsatmang. Ertaga o'zingizga ko'rsatsa ko'tara olmay qolasiz. Ertaga sizga qanaqa munosabat qilishni xohlasangiz, shunaqa munosabat qiling.